Men raqqosa va bugungi kunda ustoz, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Muhabbat Qurbonovaman. Men o'z kasbimni juda ham yaxshi ko'raman va shu kungacha raqs kasbini tanlaganimdan va ustozlikni tanlaganimdan hech qachon afsuslanmaganman. Bugungi kunda minglab shogirdlarim bor. Anchadan beri blogimda bunaqa darajadagi negativlarni olmagan edim. Va bunga izoh berib o'tirishimga ham shart emas nazarimda. Bu haqda post qilaman albatta, chunki tanqidiy fikr bu jamiyatni ongini o'stiradi. Tanqidni qabul qilish, uni to'g'ri yetkazish ham juda muhim. Shuning uchun hech qachon men o'zim biladiganim bor, hech qachon hech kimni yomonlamayman, lekin o'z fikrimni aytishim mumkin. Chunki har bir inson o'z fikrini bayon qilish huquqiga ega. Kechadan beri profilimda mana shunaqa negativ fikrlar to'lib toshib ketdi. Va bu borada o'zimni oxirgi izohimni qoldirib ketmoqchiman. Tanqidiy fikrlar bu bo'lar bo'lmas har qanaqa ma'lumotga ishonib ketmaslik, uni savol berish, analiz qilish, tahlil qilib va haqiqatni anglash uchun kerak bo'ladi. Nahotki bu narsalarni haligacha tushunganimiz yo'q. Hech qachon kimnidir yomonlab chiqmaganman. Munisa Rizayevaga ham nisbatan hech qanaqa niqmam yo'q. O'sha klipmakerga ham faqatgina beriladigan to'g'ri yo'naltirish, uni hech kimni yerga urmagan holatda bu narsani anglatish mumkin-ku. Filmlarda tushunamiz, lekin qachonki ommaga chiqarilgan, ko'pchilik ko'rgan nimada bu narsa targ'ib qilinsa, insonni ongiga kirib qolishi va men shunchaki xoreograf raqqosalar tomonidan solidarnost qo'llab-quvvatlash bunday mumkin emas degan e'tirozimni bildirdim va menga bunga haqliman deb o'ylayman. O'sha video kerakli insonlarga yetib borganidan xursandman. Eng quvonarliligi 60-70% pozitiv o'ylayotganda minnatdorman. Boringizga chiqib. Ha, men raqqosaman. Men mehribon ota-onaning baxtli oilani farzandiman. Men suyukli kelin, sevimli yor va shirin farzandni onasiman. Men ayolman. Men ustozman. Men rahbarman. Shu kasb orqali katta yutuqlarga erishganman va katta hurmatga sazovor bo'lganman. Men baxtli insonman va o'z kasbim bilan faxrlanaman. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Zarina Ahmedova. Men raqqosa. Raqs maktabimga Toshkentning eng ibratli 500 dan ortiq oilalari o'z farzandini raqsga olib keladi. Raqs mening hayotim va faxrim. Men suyukli ona, suyukli rafiqa va kelajak yulduzlar uchun yo'l ko'rsatuvchi ustozman. Ha, men raqqosaman, baxtiyor onaman va o'z kasbimdan juda ham faxrlanaman. Biz raqqosamiz. Mening ota-onam san'at sohasini hurmat qilganlar uchun meni raqs sohasida yo'naltirganlar. Мы никому не позволим принижать нашу профессию. Biz ustozlarimizga havas qilib shu sohani tanlaganmiz. Biz baxtli oila farzandlarimiz. Biz o'z sohamiz bilan faxrlanamiz. Men raqqosaman va men o'z kasbimni kamsitib qo'yishga hech qachon yo'l qo'ymayman. Raqqosa bo'lish uyat emasdir. Aslida uyat san'atkorning mehnatini qadrlamaslikdir. Ha, men raqqosaman va sizning muhokamalaringizga sababchi bo'lsam-da, men o'z kasbimdan faxrlanaman. Ha, men raqqosaman, lekin raqqosaligimdan aslo uyalmayman. Men san'atkorlar oilasida tug'ilganman. Men odam o'zlari ham san'atkorlar. Men yoshligimdan beri, 6 yoshimdan beri raqs san'atiga kirib kelganman. Hamma raqqosaman. Raqsim orqasidan men orzularimdan biri bo'lgan chet elga sayohatlarni amalga oshirmoqdaman. Shunchaki borib, chet elga borib dam olib emas, O'zbekiston bayroqlarini ko'kka ko'tarib, Dubayda bo'lib o'tgan konkursda 10 tadan oshiq davlat bilan birga bellashib, Grand Prixni qo'lga kiritib, O'zbekistonni tanitib kelmoqdaman. Men hech qachon raqqosaligimdan uyalmayman. Men klipimiz sabab ranjigan barcha qizlarga murojaat qilmoqchiman. Ba'zi insonlar bu sahnada o'z kasbiga nisbatan hurmatsizlikni ko'rganidan afsusdaman.
Lekin juda muhim bir narsani aytmoqchiman. Bu hikoyaning asl ma'nosi umuman bunday emas edi. Agar klipni boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, salbiy obraz raqqosa emas qizlar, balki uni aldab, xiyonat qilib, tashlab ketgan inson ekanini tushunasiz. Finaldagi so'zlar esa klip mualliflarining fikri emas. Bu aynan o'sha qahramonning shafqatsizligi, kibri va insonlarga nisbatan adolatsiz munosabatini ko'rsatish uchun berilgan obraz. Bu syujet qizning kasbi haqida emas. Bu xiyonat, yolg'on va insoniy pastkashlik haqida. Bugun atrofimizda ayolni qadrlamaydigan, oilasiga befarq bo'ladigan, odamlarga faqat manfaat bilan qaraydigan erkaklar ko'payib bormoqda. Ular boshqalarni shunchaki qadrlansizlantirib yashashadi. Ushbu hikoya orqali men aynan shunday insonlarning adolatsizligini ko'rsatmoqchi bo'ldim. Men ham hayotimda bunga o'xshash munosabatlarga bir necha bor duch kelganman. Men ham ashulachi, otarchi, olib bermaymiz bu qizni sanga deb mensimagan insonlar bo'lgan va yana boshqa gaplarni ham eshitganman. Lekin vaqt har doim hamma narsani o'z o'rniga qo'yar ekan. Do'stlar, aziz qizlar va ayollar, o'zingizni seving va sevilib yashang. Kim mendan xafa bo'lgan bo'lsa, men uzr so'rayman. Men umuman bunaqa niyat qilmaganman. Doim harakat qilaman chiroyli ijod qilishga, chiroyli ma'noli kliplar olishga. Iltimos befarq bo'lmanglar, yaxshilab boshidan oxirigacha videoni eshitinglar meni murojaatimni. Sog'lik, salomatlik, baxt, quvonch tilab qolmoqchiman har biringizga. Men sizlarni judayam hurmat qilaman, qadrlayman. Men uchun har bir ayol, har bir fuqaro, har bir inson eng ulug', eng chiroyli inson bu dunyoda. Salomat bo'linglar. Hurmat bilan sizning Munisa Rizayeva.